La 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 la. Şundan ata ateşlik mi? Ha, ateşlik mi şahize? Bugün at degandala acayip huşkusiz. Huşumlandıgan, bugün öylerimizge bardıgan bulduk. Rasma? Rasımmay, akşam ustaz emmanla uyunlağı berip kelinglar dedi. Şuna işini tezdiraq tügütey deymen. La 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 la. Hocam. Emmanla yolda köprek ehtiyat qılыңlar. Ata-analar bilan ko'rishmagininglarmi uzun bo'ldi. Yisho, Ha, ustaz. sen mi berip apangni ko'rib kelmamsan? Yo'q, opam menga burunla muhim ish bo'lmasa uyga kelmasangmi bo'ladi degan edi. Shundaqmi? Rost shundaq deganmidi? Ya'ni kelib, men uyga kelsam, sizning holingizdan xabar oladigan odam qolmaydi. Yo'q, sen mening g'amimni yemasangmi bo'ladi? Biroq opam bilan shundoq kelishgan. Buni tushunaman. Rost, amisa. Men uyga bormayman. Ishu aka. Ishu aka, shivaq o'zgari chiqmamsiz? Shivaq? Ha, buvam shivaqdan ko'prak uzib kiring degan edi. Bek yaxshi bo'ldi. Yisho! Ha! Monumen! Neymiş bor edi, ustoz? Sen bu xatni Savanodagi ibodatxonaga olib borib ber. Xo'p, ustoz. Yo'lda o'ynamay, tez berib tezga. Bo'ladi. Ishu aka, menmi boray? Esingni tut, yo'lda o'ynamay mang'in. Ma'qul. Qo'ng'iroq dang'illaydi, tog'lar qaqildaydi janglarda, qizardi yuzlar, o'tgaplar bosgan tog'lar, mayli ishlar bo'lsin, men o'ynayman shart-xo'ram. Savatodagi rahiblarga azroq yavu ko'ktat og'ash barayli. Qandoq dedim shoyizi? To'g'ri, Ishu aka, obdan gap qildingiz. Ma'qul,
sizga uftirib qo'ysam qamlashmas? Menmi sizga uftirib qo'ymayman. Yeshu apısının saqlayotganligini bilse, hayran qoladigan bo'ldi-da. Şov yüzü, qarang, men shundoq chiq uzdim. Qarang meninkiga, yavi ko'ktatlar yumshoqdan bek yeyishlik bo'ladi. Şov yüzü, aytiyozda unib chiqadigan 7 xil yavi ko'ktatni bilamsiz? Hammasini bilaman. Karapsha, chimilg'a, g'azva, agir ot, yana chamg'ur, turub, sizoshu. To'g'ri dedingiz. Bularning hammasini yigili bo'ladigan yavi ko'ktatlar. Safarga chiqqanda bu narsalarni esingizda tutsangiz, cho'qim asqotidi. To'g'ri, men esimda tutaman. Kichik do'stlar, sizlar bu yav ko'ktatlarni tanimsizlar? Hozir sizlarga o'rgatib qo'yay. Karapsha, chumilg'a, g'azva, agiz o't, chamg'ur, turub, sezoshu. Bularning hammasini yegili bo'ladigan yav ko'ktatlar. Agar siz dalada oziq-tulikdan uzilib qolsangiz, bu yav ko'ktatlarni yesangiz bo'ladi. Hişqisi yo'q. Kichikgina yılandan qo'rqdingizmi? Yo'q. Yılandan qo'rqmadim. Serilib ketdim dang, ha? Qayil bo'lmayapsiz? Ishi aka, putingizda yılan turadi. Voy jonim. Aldandingiz. Acaba o'maqken. Rost o'maqken. Hey! Taşla! Nim bo'ldi? Xalqning itini xohlagancha ko'tirib olsanglar, qandoq bo'ladi? Nemishqa? Bu kichikni bek o'maqken deb ko'tirib olgan edim. Yolg'on. Sizlar bu kichikni ep qochmoqchi. Undaq emas. Aka, qo'shilma. Aka. Ey! Sen ularga quyruq supangiz deb bechora qiyofat kirib olsan. Adlig'ini bir bermaydigan bo'lsam yo'q. Qo'limni tut. Qaçmoqchimisan? To'xta! Nima qilmoqchisan? Undaq qilma. Tez qoch qil. Sen nima qilmoqchi? To'xta! Sen bek eski kelsan, qo'lingni qo'yib et. Qo'lingni tat. Qo'lingni qo'yib et. Sizlar nima qarab turibsizlar? Uni tatib olinglar. Tez bo'linglar, tez. Tatib olinglar. Tez qoch qil. Shu texchi kelmaydi-ku. Yo'lda hayal bo'lib qoldimikin? Men oldiga chiqib baqay. Yana asroq saqlaylik, ochun. Lekin qattiq urishdinglar. Bizni nas bosdi. Shu kichikni ko'tarib jidalni men terdim. Gunoh mendan o'tdi. Lekin u kichikmi bek bechora ekan. Ular uni bo'zaq qildi. Buna mendan o'tdi. Ustozning gapiga quloq solmay, u bizga yo'lda o'ynamaymenlar degan edi. Bu jazodan, ha? Biz tezroq mangaylik. Odam bormi? Men Angu ibodatxonasidagi Yeshu, Royib qalan Zungyan hazratlari bormi? Yeshu, charchagansan. Nem bo'lding? Qarab baqa aptinga. Yo'lda kelib etib. Ma'qul. Qani ishchi kir. Yiliqi. Nem bo'ldi? Xat yo'qtirdi. Xat? Otla, yo'lda cho'qim tushirib qo'ydim. Cho'qim yiliqi yomon bolalar bilan urushganda qo'yningizdan serilib tushib qolgan nima?
Bəksət iş bo'ldi. Men qaytib berib izday. To'xta Yeshu. Lekin men Bo'ldi. O xatni ichib o'qimagan bo'lsam-mo, mazmunini bilib bo'ldim. Rayib qalan haqiqatan sat ish bo'ldi. Ondaq deb ketmasangmi bo'ladi. Lekin Ondaq bo'lsa, sen o xatning nima mazmunda yozilganligini qiyos qilib tep baq. ha? Nim bo'lding Yeshu? Buni Rayib qalan Yeshu har qancha aqlli bo'lsa-mu xatning mazmunini topamasmikin? Biroq sinab baqmay turib, qandaq belgili bo'ladi. Ma'qul. Men sinab baqay. Topdingmi? Yeshu! 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 Ha! Aldırmanglar. Aram elib olay. Birdam aram elib olay. Yeshu, xatda nimalar yozilgan ekan? Rayib qalan, siz baya xatga yozilgan mazmundan asosan xabardor bo'lganligingizni degan edingiz. Shundoq, shuni sen qiyos qilib tepib baq. Rayib qalan, menga qog'ozcha berib turgan bo'lsangiz bo'pti ekan. Bu nima qilganing? Bu mundaq, mening siz bizning Rayib qalanga bir parcha xat yozsangiz. Bu xatni ko'rgandan keyin yiliq xatning mazmunini tabiiy tushungili bo'ladi. Sana qayli oldum Yeshu. Pek yaxshi bo'ldi Yeshu aka. Naming bekor chiqmagan ekan. Amaliyotda Yeshu xatdagi gaplarga mushundaq javob bersan kifoya. Appa, Yeshu, ha? sizlar o'ltirib obdan mondishinglar. Rayib qalan, sizga ko'p rahmat. Men hech chiqmadim. Rahmatni Yeshuning ustozi Rayib qalanga aytdim. Uqdingmi Yeshu? Uqdim. Men chiqay. Men qaytib ketay. Shoyezi, siz shu yerda o'tirib turing. Ma'qul. Esingizdami? Burun sizga men opa bo'lay degan emasmidi? Rost Shoyezi. Qani elinglar. Yeshu, Shoyezi. Endi siz qilmadik. Bugun Rayib qalan alayda ruxsat berdi. Aldırma yesanglarmi bo'ladi? Bek obdan bo'pti Yeshu aka. Yeshu, kiyimlaringga nim bo'ldi? Hech qisi yo'q. Sada nima ish bo'ldi? Kichikni qo'g'dayman deb tayoq yedi. Shoyezi. Bu rostqi Yeshu akam bek oq ko'ngil, xuddi butsa tovog'i o'xshash. Mening deganim to'g'rimi Yeshu aka? Xato. Kas-kamas gap qilmang. Urushib qolganda haqni urganligim uchun tayoq yedim. Men alaydan cho'ngroq qilib ketgan edim. Hozir dal keldi. Sen cho'ng bo'psan.
Endi haq bilan urushib qolsam, hargiz tayoq yemayman. Shov yezi. Men sizga chosh qisqish beray. Bu yoqqa keling. Rahmat sizga. Nima degan umaq? Shov yezi sizga bak yarashdi. Bu kiyimlarni ustozing bilan savodoshlaringga atab tikib qo'ydim. Rahmat appa. Sening u yerda xotirjam turishing shularning g'amxo'rligidan bo'lyotidi. Buni esingdan chiqarib qo'yma. Ma'qul, esimda tutaman appa. Biz o'tirib qo'ymayli, yetishib olayli. Yenilaman tez. Mangdo! G'ayrat qiling, g'ayrat qiling. G'ayrat qiling. Öz vaqtida Yeshoni Angu ibodatxonasiga olib bergan vaqtingizda qandoq bo'lib ketadi deb ansirgandik. Mana hozir cho'pchongli odam bo'lib qopti. Boya uning gaplarini anglab, uni cho'ng bo'pti deb qoldim. Shundoq, Raib kalarning g'amxo'rligi bilan xuddi o'zim umid qilgandek cho'ng bo'ldi. Ustozingga salomimni yetkuz. Bugun sizlarga hech qalla desam bo'ladi. Yesho, salomatligingni asra. Obdan o'qig'in. Ma'qul appa, senmi salomatligingni asirg'in. Xayr qo'sh! Qo'ng'iroq davullaydi, qag'liq qoqillaydi, ishlab qizardi yuzlar. Hay, av adam shinyoviminga. To'g'ri. Shinyovimin. Yesho, shov yezi. Shinyovimin, bu yerda turibsiz-ku. Sang'onning qo'shinlari hozirla o'tib ketdi. Lekin bir soltak ishtlarini yetilab. Bu yerda qalayimqon yugurib yuridi. Rostmi? Qo'shindagilar bu hechnim bo'lmadi. Lekin men hozir o soltakni izlab yurayman. Nima degan qap yurak? Uni taqa kichik bola deydi. Kichik balonimi tutamsiz? Bala yo'lsizlik qismi buningga ruxsat qilinmaydi. Uni bir yarim kun so'lab qo'ysam, buningdan keyin bunda avorchilik tepib bermaydi. Haqiqatanmi yomon bo'l ekan? Anglashimcha, uning ismi Go'in ekan. Mushu atrofning zo'miga kirgan taqa. Ha? Go'in-kanda? Ha? Yesho, siz uni tanimsiz? Yo'q. Yesho, qani danga, u zodi qandaqroq bo'ladi? Buni Meni qo'yvat. Meni qo'yvat. Sen nima qilmoqchi? Men hech nima qilmadim. Shinyovimin. Meni qo'yvat. Yavaşroq bo'l. Shinyovimin. Shinyovimin. Nima bo'ldi? Qo'lig'ingizni yaqin akilang. Nima demoqchi? Go'in degan bolani qo'rqitaman deb qo'rqitammaysiz. Ras, u bek yomon. Uqdingizmi? Yesho! Yeshoga haqiqatan gap tepagili bo'lmaydi. İştlarni odam tishlashga buyurgan bola mush shu. Yana ishqisi batdi-ku. Ularni tutib kelinglar. Hop. Qani degina Go'yin. Sen nemishqa ishlaring bilan sang'unning oldida askilik qilasan, ha? İştlar o'zi qavab to'xtamasa, bana nima amal? Yolg'on. İştisining tursa, shunga ega bo'lishing kerak-da. Hamma narsaga men ega bo'lamdim. Shundaqmi? Sen kichik bola bo'lsangmi, sang'unni cho'chitib o'tganliging uchun qonunga xiloflik qilding. Jazoga tortilasan. Ha? Men jazoga tortilamdim? Shundaq, jazoga tortilasan. Begim, men faqat o'ynashib qo'ydim, chaqchaq qilib qo'ydim. Yo'q, cho'qim jazoga tortilasan. Hey, yo'q gapni qilma. Nima deb jazolig'daksan? Hey, jazolamsan, menga baribir. Meni nesbasqan o'xshaydi. Kallangni olsam o'lasan. Buningga maylimi? Meni qo'rqatmay, qani qo'lsamamsan? Bo'la, tez bo'la. Ma'qul, amisa seni rozi qilib qo'yay. Rostini chapamsan? Samuray degan so'zdan yanmaydi. To'xtang. Nima ish? To'xtang, uning bir qo'shqinidan keching. Nim bo'ldi kichik rahib? Bu balani o'ltirishingizga men yo'l qo'ymayman.
Nima? Men seni qutuldirib olay Go'in. Chaq qilma. Sen meni qutuldira olamsan. Begim, mening bir shartim bor. Agar men siz bilan elishib yengib olsam, bu balani qo'yib berasiz. Ma'qul. Lekin siz meni hargiz yengolmaysiz. Avval kimning yengemasligi bilan qaringiz bo'lmasin. Keling! Ha, voyjon. Yesho, agar rostla urdigan bo'lsam, og'riqqa bardashib beramay qolasiz. Agar yumshoq qo'lli qilsangiz, chinib qolishi mumkin. Keling! Hay. Hay. Hey! Hay. Hey! Hay. Men yengildim. Yaxshi bo'ldi. Yeshu yengib oldi. Ha? Nima? Yeshu yengib oldi? Bo'ldi Go'in. Sen chopsan ketgin. Buningdan keyin yomonlik qilma. Yeshu, men sana nima deb rahmat aytishimni bilmayapman. Yana ishlaringizmi obdan qarag'in. Avshima. Astırak. Tez mang, tez. Qilishvozlikni do'rash bak qiziqarlik bo'ladi ekan, shuni yo'layman. Nima? Qiziqarli? Shunda qattiq urvatdingiz-jimi, Yesho? Qiziqarlik bo'ldi. Ha, shoyezi, bunda xo'shib ketmasangiz-chi? Undaq emas. Yesho, bu meni mazaq qilganinglar emasmi? Qaysi bir teatrda bir sanog'un shundaq tez asli kelganda qilgan, lekin Bilmayman. Kechikib qoldik. Kechki ibodatga kechikib qoladigan bo'ldik. Apla, tezroq. Ha, ustozgan. Havo guldirlayotdi. Yesho! Guldirmama. Nima deding? Qiyos qilib beqing. Qandoq guldirmama ustozning guldirmamasiga o'xshaydi? Nima deyapsan? Qiyos qilib topolmagansiz, ustoz taslim bo'ling. Yo'q. Bu ilohiy ruh. İlahi güldürmemi deb matiladi. Qara, sening topgan chaqchig'ingni opang obdan turibdimi? Ha. Opam bu kiyimlarni siz bilan saboqdoshlarimga atab tikkizib qo'yibdi ekan. Og'ash keldim. Bek avar o'pdi. Biz keldik başliq. Ha? Sizlarmidinglar? Bular sening do'stlaringmi? Bugundan tatib men Yeshu ustozning shogirdi bo'laman. Ha? Menga shogird kerak emas. Bundaq deb ketmang, ma'quldan, ha? Men yo'qtirmayman. O'tib qalay ataman. Undaq qilmang, o'tib qalay. Başliq o'tib qalay, undaq qilmang, ataman. O'tib qalay. O'tib qalay başliq, undaq Neymiş qilmang. emdi? Bizni shogirdlik eviling. Bo'ldi qiling. Undaq qilmang, o'tib qalay. O'tib qalay ataman, o'tib qalay. Men boshliq bo'lmayman. Yeshu aka. Ha, mush yergacha bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様一休さんと執念さんが和尚さんのお使いで四国の高松まで行くことになったのでも長旅だから途中で山賊や海賊に襲われたりしないかとっても心配だわ一休さん無事に帰ってきて次回一休さん乗せられた船と握り飯をお楽しみにね好き
Yisho bilan Shionen safarga chiqadigan bo'ldi. Ular ustozining topshirig'i bo'yicha Skokodagi Takamasiga bordi. Sizlar bu xatni Fangwang ibodatxonasining rohibkalariga olib berib, darhol yenib kelinglar. Uqdinglarmi? Uqdim. Amsi biz mongayli. Biz mongayli. Yisho aka, bu tiltumarni elib eling. Rahmat sizga Shoyizi. Hech qanday ish bo'lmaydi Shoyizi. Biz tinchaman berib kelamiz. Lekin qiraqchilar uchrab qolsanglar qanday qilasizlar? Nima deydigansiz? Men batursam nimadan qo'rqdi? Xuddi yo'g'on kemiga tushgandek xotirjam bo'lsa bo'ladi. Siz birga ketayotganligingiz uchun men xotirjam bo'la olmayapman. Nima? Astagfirullah. Yeshoni sizga topshirdik amsa, ha? Biz mangduq! Xayr xush! Rahib Kalan, siz ma'qul ko'rsangiz, qo'l ostimdagi biraylar ularni qo'g'dab bassin. Safarga chiqishmo bir xil tarbiya. Biroq Shikokoning Takamasi haqiqatan bakchiroq. U zamonlar hozirgi davrga o'xshamaydi. Qatnash qurollarimi nihoyat qulaysiz edi. Safarda doim degidek tog' qaroqchilar bilan dengiz qaroqchilari uchrab turadi. Shunga Kyotodan Shikokoga berish intayin xatarli ish edi. Nima degan ondan? Men xush bo'ldim. O'rganganni ishlatish. Kemi qo'zg'ildi. Keldik. Yisho tez bo'l, ulgurmay qolmayli. Tez bo'l, tez. Tez bo'linglar, kemi qo'zg'ildi. Yisho bilan Shionen kemiga tushib Shikokoga qarab mangdi. Nima degan chiroyli, dengiz bek go'zalkan. Yisho, qarab turaveramsan. Qo'sog'ing oshmadimi? Ozroq oshdi. Tomog'imizni yavolayli. Nima degan yeyishlik, manzilga selishtirganda yanada bu yaxshikan. To'g'ri dedim. Rahiblar, sizlardan bir narsani so'rmoqchi edim. Sizlar Kyotodan keldinglar-ku deyman. Shundaq, nihoyat to'g'ri faraz qildingiz. Shundaq bo'lmamdigan. Ibodatxonlarning paydo bo'lgan yeri Kyoto tursa. Paydo g'ayri desangiz, men baxtchil bo'lyapman. Rahiblar, lekin Kyotodagi sansizligan ibodatxonlar ichida eng mashhur rahibning kimligini bilamsizlar? Sizlar bilamsizlar? Albatta bilamiz. Albatta, Shijing ibodatxonasidagi Chanvin rahib. Bu odam namuratlikda danq chiqag'ini bilan, lekin o'z nihoyat ulug'. Shundaqmi? Aslida rahib Chanvin-kanda? Undaq ikkinchisi-chu. Ikkinchisi Kyotoda emas, Barbab ko'lining bo'yidagi Xoshin rahib. Xoshin rahib, albatta shu bo'lish kerak-da. Uchinchi o'rinda turdig'ini-chu. Uchinchisi Fusudagi Ehi ibodatxonasida, lekin Kyotodan bakchiroqda. Chopsam desangiz-chu. Rost.
Ango ibodatxonasi. Axir dedi. Ango ibodatxonasining rahibkalani nihoyatda mashhur. Mayli ilm jihatdan bo'lsin, fazilat jihatdan bo'lsin, boy degan odamlardan qilish kuchilik yo'q. Biroq ozroq johil tarsa. Joyi? Joyi? Tushib qapti. Qo'sqim echyapti-da. Agar oziq-to'liq ilib olmagan bo'lsangiz, buningdan yapaqamsiz ya. Sizlarga ko'p rahmat. Ango ibodatxonasining rahibkalani shundoq esil odammi? Büyük sanğının aldırdı o kişinin tengdeşi yok. O nahayt katta ölüme. Bırak, onundan keyin 10 yıl içinde o kişiden mi katta ölüme çıkıdı. Şundaqmı? O kim o? Hazır o tek küçük rahip. O yıldan keyin o Yaponiya boyunca en çoğun ölüme buludu. Onun ismi Yishu. Doğru dedi. Bu hiliqqa aqlliq royib Yishu shu. Men bilaman. O to'limi omaq rahib bola. Aqlliq bo'lish eng muhim emas. Rahib Yishu aqlliq bo'lib qolmay, uning nahayt obdan apsi bor. Shunga Yishuga doim degidek apiliq mehr muhabbatini yetkazib turadi. Qandaq yana birini yapaqamsiz ya. Ondaq bo'lsa tatinmay yeveray. Fakat yalğız Yishuli bilimni ko'p qolmay, uning o'pchirsidagi rahiblarmi bir-biridan qilishmaydigan munavvar rahiblar. Shundaqmi? Shunglashqa Yishu nayt iqtidorli rahib bo'lib qoldi. Uning do'sturmi munavvarmi? Munavvar bo'lib qolmay, yana kelib pek aqlliq. Bu tarafi nayt muhimda. Birinchisi kim o? Jeje. Bu rahib nayt tirishchan rahib. Shunga uni birinchi o'ringa qo'ysa bo'ladi. İkinchisi o. Moniyam bo'lish kerak. Üçüncüsü o. Jemi ismli rahib. Dördüncüsü o. Aras, o Çinyen. Beşincisi o. Muşula şu. Moşinçilikli mi? Cici, Monyen, Jimmy, Çinyen. Yani bir var, obdan oynayıp bekan. Ben oylap bakay. Yani bir işkisi badek durdu. Bulamı anca mühim rahiplar emas. Bu ne bilgen şapkatsızlık. Aras. Ben intayın bir mühim şahsını unutup kaptım ben. Bu adamni unutup qağınımni qarimamdıgan. Ben tazımı galvanlık qıptım ben. O Jeje'den xili tözükçü mü? Hazırca Yishu'ga yetmisi mi? Bırak öz vaxtida Yishu'dan mı bekrek dang çıqağan. O adamın ismi neyme? Onun ismi neyme? ilgiri ağılğanda qığandım. Ras, Şunen. Şunen, bek yaxşı oldu. Bek yaxşı oldu. Bunu mu yan? Qani elam. Yan. Ay, bunda qilmam. Öten eri. Bunu mu yan? Rahmat sizga. Bu Şunen o'zi shunday katta odammi? O albatta intayin yiqimliq odam. Elim. Ko'parak elim. O bek aqlliq. Bundaq odamdan 10 yilda aram biri chiqadi. Ras, sizlar qaysi ibodatxonaning rahiblari? Sizlar Yishu bilan Shunyandan o'rganib, bilimli rahib bo'lib chiqinglar. Qara, o Shunyandan o'rganinglar dedi, Yishu bilan Shunyan atsi yeydigan tamog'ini uning yegizib etdi. Biroq ular har holda Takamasiga tish aman yetib keldi. Yishu. Shunyan, bergan tamog'inglar rahmat.
obdan ibodat qilinglar. Aldanıptık. O bana başqaçalı tuyulğan idi. Estağfurullah. Hadi bizni maqtab Xayr yeydiğimizni xo'sh. yavaldı. Ay, yaydıqınımızı yavaldı. Qo'sug'im bek içip ketdi. Bizning yaydıqınımızı qaq yavaldı. Biz bek kalva ekanmiz. Şunyan aka, aldımızdaki ibadatxanaga barganda qo'sug'imizni obdan to'yg'izolmadik. Ash qo'saq peti barsak, toza jiqyaymiz emas. To'g'ri deding. Biz tez maqayli, tez. Şunyanga birdili jon kirdi bu. Ay, men baba. Nima ish bilan keldinglar? Bizni Kyotodagi Ango ibodatxonasining rahibkalani evatdi. Bu xatni mushu ibodatxonaning rahibkalaniga keldik. Bo'ladi, sal turib turinglar. Bu ibodatxona bek chiroyli ekan. Bundaq ibodatxonalarning tamuqi cho'qim yaxshi bo'ladi. Japa tatibsizlar. Rahib Kalan sizlarga salimini yetkazib qo'yishni menga topshirdi. Yana boshqa ish bormi? Yo'q, boshqa ish yo'q. Amisa Biz mushundaq boshqa ishinglar bo'lmasa qaytsanglar bo'ladi. ma'qul. Bek chiypay xaqkan bu. Hatto bir piyola suyini mi berishganmidi? Qo'lsig'im bek ichib ketdi. Yisho! Yisho! Yesho! Aldırmanglar. Aram elib olay. Birdam aram elib olay. Nemishqa mushundaq ibodatxonaga kelgandimiz? Mushundaq vayron uyda uxlagan bormi? Amal yo'q. Bu dua ibodatning bir qismi. Bu qandaqmi ibodat qilganlik bo'lsin? So'g'uqda uxlag'ili bo'lmasa. Ey, oxiri zukam bo'ldim-da. Bu qitimqi safar faqat qamlashmidi. Buncha bola xop bo'lib ketmang. Balkim qiziq ishlar yuz berib qolar. Ish qilib yaxshi bo'lmaydi. Dengiz qaraqchilari kelyapti. Chaqchaq qilmasangiz-chi? Qaraqchilarning kemisi. Xaloyiq, qaraqchilarga chiqiliq bo'lmaydi. Chapsam chektiringlar, chiqinglar. Nima deydigansiz? Pulni berib-bersak, boradigan yerimizga qandaq bora olamiz, ha? Mening dukunim vayron bo'lgan bo'ldi. Jeningiz saqalgan xo'sh bo'lsangiz bo'ladi. Abla, qaraqchilar yiqilib kelyapti-da. Yesho, chapsan bir amal topmasang, bo'lmidi. Aldırgan bilanmi foydasi yo'q. Nima? Bu odamlarning o'lib ketishiga qarab turamsan? Shunyan aka, bilaman. Men bir amal topay. Topdim. Xaloyiq, pulinglarni hammanglar menga topshiringlar. Nima? Siz zodi nima qilmoqchi? Menga topshirsanglar, pulinglarni men obdan saqlab beraman. Bu rasmo. Bu bola qanday saqlay olasan? Biroq bundaq chaqda boshqa amal yo'q. Menga ishoninglar. Bo'ladi. Mush royibchaqning degini bo'yicha qilayli. Boshqa amal yo'q ekan. Lekin yeninglarda azroq pul qolmasimi bo'lmaydi. Ular ishonmaydi. Shunga bir necha yamoqni o'zinglar ep qilib, qag'inini menga beringlar. Yesho, qanday qilmoqchisan? Menga ishonsanglar bo'lmadimi? Tez bulun, tez!
Ana men dağ çıqagan deniz qaraqçısı Tianlongwan bulumen. Jenim saq qalsın desanglar, çapsan pullarыңларны çıqırыңlar. Sizlar gap ağlaydı kesler. Rahip Çaqdin buldun. Bu işki rahip bek eskiken. Bizning pulimizni o'g'irlamoqchi oldu. Şuna ko'pchilik birlashib, ularni bog'lab qo'ydik. Qirg'oq chiqqanda uni yamilga topshirib beramiz. Tozimi eski kelsizlar. Sizlar rahip turib, nimishqa xalqning pullarini o'g'irlamoqchi bo'lasizlar? Ha? Kechirsiz, rohib qalan bizni ibodatxonadan qo'g'lab chiqadi. Yonimizda bir tiyinmi yo'q edi. Shunga. Ataman, ularning yenidagi pullari mushukchilikla chiqdi. Nima? Qaysan pulni yoshirib qo'yding? Chapsan chiqirib ha? Ticaret akmayvatıda yenimizki pulumuz mu bek az? Şu emes muhkemden cık pul tapkısı yok. Ataman, kemining ichidan pul yoshirgan yani zadili topolmadik. Astagfirullah, sizlarning bugun tayoq yeginglar kelib qolgan o'xshaydi. Mushu sho'rpishani raytda bizni ne sosturgan? Voyjon! Adam urmang. Og'irdim-a? Qirg'oqqa chiqqanda ko'ygiliginglarni ko'rsizlar texi. Biz ketaylik. Yuringlar. Qandaq, endi bo'lganda pulinglarni o'zinglarga qaytarib beray. Sizge köp rahmet. Biz kusup kaldık. Köp rahmet. Ular bizni yomon ish qildi deb, rahiblarni bog'lab, pulni shularning qo'yniga tiqib qo'yganligimizni faqat bilmadi. Hakikaten akıllık rahipken bu. Yoqay. Bugün Hacep obdan işi oldu. Shundaq, lekin hali dengiz qaraqchilarini toz nasbasdi-da. Bütünleylik kichik rahibning oldam qaltisiga tushdi. Texi pulni chiqarishligini qaramamdiqan. Hay! Halaqi kichik rahibmiz-a? Hay! Qo'ng'iroq dang'illaydi, qog'lar qaqildaydi. Janlarda qizlar deyizda, o'tchi baskan tog'larda. Qaraqchi. Ha, sizlar haliq kuni kim edi bizni aldabsizlar? Ha? Kechirsiz, bizga rahim qiling. Kechirsiz degan bilan bo'lmaydi. Bundan qandaqligini sizlarga bir ko'z tutib qo'yay. Man qaram, bizni urg'uningiz bilan o'zingizga hech qanday foydasi yo'q. Nima? Amal yo'q. Sizga haqiqiy ahvolni aytib beray. Rost gapni desam, bizmi o'g'ri? Rost o'g'rimi? Sizlar rahib emasmi? Biz xalqlarni aldash uchun yolg'on rahib bo'lib oldik. Mundaqda. Aslida Kyotoga borgandan keyin cho'ng bir yerga tegish qilib, katta boy bog'imiz bor edi. Hozir qo'l soladigan bir yerni topgan edik. Lekin bu nayt ko'p payliq. Shunga nayt yomon odam kerak bo'lib qolgan edi. Qandaq birga boraylikmi? Biz sizga o'xshash dengiz qaraqchisi bilan hamkorlashsak, nayt yaxshi ish bo'ladi. Biz mana ammidi yomonchi bu. Tianlongwanning ismi chiqsa, hatto yig'layotgan bolalarni jimib qoladi ekan. Tanqi bekor chiqmagan ekan. Albatta. Hamma odam sizni hammadan yomon deydi. Qo'soq ichib ketdi-ku. Ha, qani, yag'la, ha. Mening rastilla shundaq nomim chiqqanmi? Albatta, hatto sizning ismingiz chiqsa, sanğının chiroyimi to'tirib ketadi ekan. Ha, shundaqmi, yag'la. Ko'proq yag'la, ha, yag'la. Ataman, bu ishki rahib gumonliqchimi? Ha, sizlar ikkilar meni aldavatmaydigansizlar, ha? Aldamadik. Mubada siz bizga ishonmasangiz, men mush yerda tutqun bo'lib qolay. Tez berib biz bag'ich tayyorlikni qilib turib. Mama. Bu ishni sizga topshirdim. Keling, man qarang.
Men tushundim. Tez bering. Ma'qul. Sizga topshirdim Shunyan aka. Mushu o'yli shu. Ha, haqiqatan o'g'il ekan. Qanday qaraq? Xotirjam bo'linglar. Men hammasiga to'g'ri silvatga haraqni ishga sivatdim. Hozir hammasi qattiq uxlab ketdi. Qani, yuringlar. Bu qandaq ya? Oltin ombiri mushuning ichida. Ha, rost chin saqlaydi ekan. Yaxshi, biz tezroq qo'lsalaylik. Ha? Yaxshi, kiringlar. Tez kiraylik. Hey! Ha, nima bo'ldi? Nima ish solab qo'ysan bizni? Ha? Chunki bu ya song'unning turmusi. Ha? Nima? Nima dedim? Yesho, japa chekdinglar. Bu Sikokoning og'ash kelgan suvga ozroq tasqini bo'lib ketibdi. Sen tazimi Makka ekansan. Tianlongwan, sen taqobil turish, nihoyat tez odamga uchrashib qolibsan. Ha, nima? Mana bu jahonga nomi tarqalgan donishmand Yesho bo'ladi. Rostmi? Ey! Voy bechora. O, ayban! Meni hajab minas bostin! Uni Song'un mahkamasining turmisiga boshlab keladiganligini Yesho o'zim o'ylab baxmagan bo'g'iydi. Yesho, Shunyan, japa tatdinglar. Biroq, Yesho, sizning qurgan bu to'ziqingiz qaramatchimi? Yaraysiz. Shinyovemin, bu Sikokoning yerlik mahsuloti. Rahmat sizga. Shunyan ustoz, sizmi Sikokodan quruq qo'l kelmagansiz qachon? Bu Sikokoning yerlik mahsuloti. Yesho, Shunyan, rahmat sizlarga. Yaraysizlar-chimi? Men sizlardan qattiq ta'sirlandim. Bo'ldi maqtamang. Biz maqtaganning dardini bek tatdiq. Bo'ldi maqtamang. Hey, bu Yeshodan Shunyan nalarda o'ynab yuradigandu. Abla, ustozni tullaydigan bo'ldi. Yesho! Chatoq bo'ldi. Yesho aka? Ha, mushagacha bo'lsin. Xayr, xo'sh. 母上様お元気ですかゆうべ杉の梢に明るく光る星一つ見つけました星は見つめます母上のようにとても優しく私は星に話しますくじけませんよ男の子です寂しくなったら話しに来ますねいつか多分それではまたお便りします母上様一休さんと将軍様が南蛮渡来の大時計を使って勝負することになったの30分の間一言でも喋ったら負けなのよ